Assalomu alaykum hurmatli Vot Market YouTube kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, barchalaringizga xayrli kun. Bugungi sanamiz 16-mart, hafta kuniga yakshanba. Hurmatli obunachilar, bugun ham sizlar uchun Optim poltaxta mahsulotlari haqida biroz bo'lsa ham ma'lumot berib o'taman. Hozir sklatimizga kelyapmiz. Sklatimizda xudo xolasa barcha turdagi taxta mahsulotlar bor. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa sizga yoqadigan umiddamiz. Unda vaqtlaringiz ko'p bo'lgan holatda biz videoni boshlaymiz. Kuzatuvchilar, birinchi bo'lib kichkina razmerlarimiz bilan tanishtirishni boshlasak, birinchi ko'rib turgan razmerlaringiz 9 sm ga 2 sm, uzunligi 4 metr. Albatta bundan ham prostoy holida qolaversa, shu shpont holida tayyorlab berishimiz mumkin. Ikkinchi poltaxtamizga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi poltaxtamizning to'liq razmerlari 10 sm ga 2 sm, uzunligi 4 metr. Holatini ko'rib turibsizlar, holatlari juda ham chiroyli holatda. Bu poltaxtamizni ham xudo xolasa mana shu oddiy holatida qolaversa, shpont holatida tayyorlab berishimiz mumkin. Uchinchi poltaxta mahsulotimiz razmeriga keladigan bo'lsak, 12 sm ga 2 sm, to'liq uzunligi 4 metr. Albatta mana holatini ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli holatda. Bu taxtamiz ham o'sha yuqorida aytganimizdek oddiy mana shunaqa prostoy holatida, xolasangiz shpont holatida chiroyli qilib chiqarib yetkazib berishimiz mumkin. Holatini ko'rib turibsizlar, juda ham yaxshi holatda. Albatta bu poltaxta mahsulotimiz razmerlariga keladigan bo'lsak, 17 ga 2 sm, uzunligi 4 metr. Albatta bu poltaxta mahsulotimiz ham mana shu xohlasangiz oddiy prostoy holatida, xohlasangiz shpont holatida tayyorlab yetkazib berish xizmati bor. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib o'zingizga kerakli savollarga javoblaringizni olishingiz mumkin. Mana taxta mahsulotlarimiz haqida, razmerlari haqida, o'lchamlari haqida ma'lumot berdik qo'limizdan kelgancha. Ana endi taxta mahsulotlarimizni oddiy prostoy, mana shu ko'rib turganingizdek oddiy taxta mahsulotlarimizni qanday qilib shpont taxta holatiga o'tishi, qanday qilib mana shuni shpont taxta mahsuloti qilib chiqarish haqida yana birozgina qo'shimcha qilib ketamiz. Unda qani ketdik. Shpont taxta mahsulotini qanday tarzda ishlab chiqarilishini sizlarga qisqacha ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. Oddiy poltaxta mahsuloti shpont poltaxta mahsulotiga aylandi. Albatta stanoydan chiqqan holatda. Sifatini ko'rib turibsizlar, o'ta silliq, chiroyli holatda. Albatta arraga kirgandan keyin usta akalarimiz juda yaxshi bilishadi. Razmerlarda, o'lchamlarida biroz farq bo'lib qoladi. Hurmatli akalar, ukalar, mana bugun qo'limizdan kelgancha bizda sotuvda mavjud bo'lgan barcha turdagi poltaxta mahsulotlari haqida ma'lumot berib o'tdik. Albatta ma'lumotlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini ayamaysizlar. Qolaversa shuni ham eslatib o'taman. Optim poltaxta mahsulotlari bo'yicha tadbirkor akalarimizni, ukalarimizni hamkorlikka chorlaymiz. Hamkorlik bo'yicha pastda nomer qoldiramiz. Mana shu nomerlarga telefon qilgan holatda o'zingiz uchun kerakli savollarga javob olishingiz mumkin.
Albatta mahsulotlarimizni vodiy bo'ylab, ya'ni Andijon, Namangan, Farg'ona bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Yetkazib berish xizmat narxlari albatta kelishilgan holatda. Bizni kuzatishda davom eting. Like va podpiska tugmasini ayamay degan umidamiz. Barchalaringizga rahmat, sog' bo'linglar.